that Mager is back, getting ready to attack. Full of rage, he won't stop this diabolical plot just to have his revenge, and his greed has no end. But no core meeting lords are defending this world, and the old sage is there with much wisdom to share. Ekram Lord, young and just, knows that to win they must work together with goodwill and trust. Oh, core meeting working together, true seed of friendship forever. Strong mighty lords of nature, preparing a new future. Core meeting always together, becoming heroes forever. For warriors so courageous, core meeting lords of nature. Core meeting, core meeting, core meeting, core meeting. bu manzara yap-yeshil, nima degan yaxshi. Yeşillikni ko'rdik, nima degan yaxshi. Xotirjamlikka qaytdik. Sizlarmi tezmayapsizlar-ku? Hey, Tasran, sen bu yerda hech nimaga putishib ketmay, ajab xotirjamayib ketding-ku. Bu yerda meningdek cho'nliqdagi pelak shaqlab ekan. Men Germodagi barliq dulqinlarni kontrol qilaman, lekin bu yerda men hamon Bu joy bakli go'zalkan. Men bak o'ch bo'ldim. Bu yerda daraxt shaxlari dastidan ya uch qilib bo'lmagan. Piyoda mansang bo'ladi-ku. Uchaliga odamning yo'l manqis keladimi? Bu mundaq maynat joyda. Meningcha unchalar mehnat emaskan. Bir qancha ushaq tashlag'i shu. Qantim tuyuqsiz shaqqa ilinib qolsa, men qandaqmi qutula olayman? Germodga unutilmas bir joy. Agar men Rokes, bu o'rmonliq samlar qerishyotidi. Nemish qo'nog'i jang e'lon qilmaysan, ha? Rokes, hatta qushqashmi sening qushlar oilasidan ishgalligingga ishonmas balkim. O'rmonliq sening oilang, bizning emas. Barliq jonliqlar o'rmonliqda makon tutgan. Sizlar uchunglarmi shu? Makreliqqa Germod ishini yutib olganda danishman bizga tabiat tanqo'liqi buzildi degan. O'rmonliqda bir g'ayri ahvol bayqamidingmi? Yo'q, hammasi normal-ku. shoxdan ehtiyot qil. Nimaga hush deysan? Ha? Ha, atalmış tinchlik degan shumi? Ha, anglamoqqa Bir narsa baqlayotidi. Sen hayron bo'ldingmi? Rasli o'simlikni boshlanganda anglay olamsan? Tasran! Tasran! Seningcha bundaq bo'lsa, u bu o'rmonliqqa yana yoqtiramdi. Qani gap qilmasang-chi, Rokes? Cho'qim uningga yetishib olaylik. Biz azalda sinab boqmagan. Semen, kuchingni ko'rsat. Arish, kuchingni ko'rsat. Dengiz kuchingni ko'rsat. Tasranni qutqizishga otlanaylik. Nima ish qilyapsan? Biz menib berib bo'lmaymiz. Shundaqmi? Men aytsam o'rmonliqda ucholmaysan. O'g'o, shundaq. Lekin sen ba'zan bo'ldiganligini hargiz unutib qolma. Ha? Murtlar ko'zaynigi. Olvasda avtomobil. Nim bo'lding, Akram? Tez chiqa. Biz shu yerda ko'rishaylik. Murtlar ko'zayniki. Tosh avtomobil.
Meningcha bu bo'lib qoladi ekan. Albatta, biroq sen qasddan qilding. Yetib ol. Biz bu daraxtlardan avaylab o'taylik. Buni aniq bilaman. O yetishyapti. O'rmon kuchini ko'rsat. O'rmon kuchini ko'rsat. Yaxsobin, bu yerda xatarlik. Toshbozg'o. To'xta, Agram. Unda qilma. Nima? Nimishqa? O'rmonlikdagi hamma narsada hayotlik bor. Mo'rtlar ko'zayniki. Mutlaq ko'sayniki. Endi qanday qilamiz? Uni bu yerga turg'izayveramiz. Pasronning deganlari to'g'ri. Shundoq. O'rmonlikda har xil jonliqlar keng tarqalgan. Ular bu yerda hayot kechirdi, lekin buningdek emas. Bu xil tez surat kontrol qilg'isiz o'sish muqarrarki o'rmonga va boshqa gero tavallikiga bir zarba bog'ali yerda boshqa jonliqlarga ta'sir ko'rsatdi. Bu gapingning qanday asosi bor? Bu o'rmonlikning tamponligi buzilib bo'lgan. Meningcha ham emas, uni kimning qilganligini bilamiz. Makir yoki uning odamlari ular Germo teshiga erishib, texmi vahshiylanib ketdi. Ahvol ig'irlab ketishdan burun Ularni to'sib kelishimiz kerak. Agram, to'xta. Nimishqa? Bu plaklarda hayotlik bor. Ona degini to'g'ri Agram. Bilavag'in, sen boshqalarni qutqizish badaliga boshqa hayotlikqa ziyon solsang bo'lmaydi. Bu ishlarning sababini tepib uni to'sib kelinglar. O'rmonlikning markaziga borsanglarmi bo'ladi? Ma'qul, undaqmi hozirlar o'rmonlikning o'tiriga uchib boray. O'rmonlikning o'tiri emas. O'rmon markazi sizlarga bir yetakchi yo'l boshlash kerak. Albatta, ish uncha oddiy emas. Shundaqmi? Mo'rtlar ko'zaynigi. Bu jonivorlarni uddaroq boshqar. Ey shakalliq daraxt, sen ularni o'rmon markaziga boshlab borgin. To'g'ri, dal shularni. Tez bo'lgan vaqt qiz. Biz qanday yetisha olamiz? Bu otni natun tutashdi. Men tek lava ablaqmikin debdiman. Hozir vaqt emas, Rokas. Toshbozg'on. Hey, hey. Hey, Ferno, ahvoling yaxshimi? Menga yordam kerak bo'lib qoldi. Menga yordam qildik vaqtinglarning yo'qligini bilaman. Asirmanglar. Shakalliq daraxt menga yordam qildi. Men uni tutay. Yo'q, to'xta, Rokas. Barg'ash chiqma. Men sana degandim-ku, o'rmonlik mabak o'shda. Shundaqroq degandim. Biz boshqadan biri amal topsaq bo'g'dak. Men shunday o'ylayapman. Qumtash quydi. Biz hozir kimning o'rmon markazini qalaymiqan xalqini bilib oldik. Bu qitimliq hujum bizga yiqilishib qolganligimizning bir bishorat bo'ldi. Shundaq, bizning mag'lubiyatimiz yiqilib qolgandek turadi. Biz Fernoni elib davomli yurish qilaylik. Ferno, anladingmi? Anladim. Shakalliq daraxt bu yerning vaziyatini vaqtli kontrol qilib turibdi. Sizlar menga beringlar. Men bu yerda bularni band qilib turay.
Sizlar berib o'rmonlikni tuzanglar. O'rmonlikni tuzanglar. O xuddi lampochka almashtirgandek oson chaqlaydi ekan. Biz uni tezroq qutqizib chiqsak bo'ladi. To'g'ri dedim. Biz uni qutqizib chiqaylik. Qani mangayli. Yo'q, bu oldi. Tasran bilan danishmand o'rmonlik hayotiy kuchga ega degan. Agar biz uningga hujum qilsak, ahvol texmi nacharlashib ketishi mumkin. Menimcha sizlar jazman qila olaysizlar. Mach ularning degini to'g'rida qildi. To'xtanglar. Mo'rtlar ko'zayniki. Ular bir iz qoldirib qo'yibdi. Meningcha osmon turib texmi aniq ko'rgili bo'ladi. Tushundim, shakalliq meva. Tikan ko'ldan o'tib bo'ldimi? Ondaqda ular o'rmon markaziga oz qapti. Nihoyat yaxshi qilding, shakalliq meva. Mayli agram, ixtiyorim. Puchqon bo'lmasa mayli. Biroq bilib ol, osmon hargizmi cho'ngaymaydi. Ya seni bo'g'ib o'ltirib etmaydi. Sence mushunda qilsak texmi yaxshimi? Nima deganing bu? Men hech qancha kuchmayla pucholayman. Men boyagi gapimni qaytarib olay. Uchish raslibek ko'ngillikkan. Lekin mening o'rmonlik bo'lgan tushunchimni chunqurlashtirdi. Hey, sen boshlamchi bo'lgandiki bizni boshlabman. Agar biz chiqib ketalsak, men hargiz qayta oyoq bosmayman. O'rmonlik nomusan uch bo'lib ketganini o'ylab baqdingmi, Rokkes? To'liq so'zlab hamidam. Sizlar uchamaqatga uchrashdan burun mening kunlarim nihoyatda teptinish edi. Meni bu sababda aylandim deb qolma. Sen rostla. Ha? O nima? Qarab tur. Tandasiz toshdim. Qandaqroq tursan, chidab tur. Chidab tur, hozirli boraman. Ularga taqabul tura olmayman. Jazman uni to'sib qol. Ferno bilan Tasranning umidimi senda? Ma'qul Kurkut birodar, men maqdam emsa. Yo'l tilayman. Rox o'z yolg'iz qoldi. Biz o'ladigan bo'ldik. Dikkat qil, ava qamoqat. Sandoq qo'yma zerikdan purchaq undirmisi. Bu yerdan o'rmonning markazi. Xuddi Arish podshohligidagi zahar shapaqlaridek to'limi ta'sirli manzaraga. Demakchi bo'g'inim, agar sen bunday gaplarni yoqtirsanglar, yura. Men tushundim.
o'rmonni tez suratda majburiy o'stirib, o'rmon garbitlarini ezib, qul qilmoqchi ekan. Biz atildayli. Büyük şahimiz burnunun uçununu kördü Geormo hükümranı. Boshqa qilib aytganda sen bir maynat yaramas. Qanday qilsam bo'la? Men yolg'iz bu ablaga tankilib bo'lolmadim. To'xta. Barliq jonliqlar o'rmonliqda makallashgan. Ularga taqabul turalayman. Jazman ularni to'sib qol. Nimaning haqiqiy g'alaba ekanligini esingda chal tut. Sen bana yardım kılalaysan, ot bilen karıştıray. O galiba kazandı. Biz seni muhit asrag'uchi deb qarsak bo'g'idak. Bizga nisbatan bu qaltis natija bo'ldi. Dahshatli quyun. Xayr xo'sh, aman bo'linglar. Yaxshi qilding, Rokas. Sanchi men tug'ma boshlamchiman emas. Ishlar teki og'irlashgani yo'q. Titan to'lqini. Men deh bunaq natijani ko'raman deb o'ylamagan. Nimani ko'rding? Roksning o'rmon tinchligidan huzurlangani. Sen qanday rahmat aytishni bilmadim, Rokas. Sen aqlan usuli bilan mening yurtimni qutqizib qolding. Men qilgan barliq ishlar to'g'ri. Bu nima deganing? Amaliyot shakalliq daraxtning to'pisi zo'r. Xuddi sen aytgandek barliq jonliqlar o'rmonliqqa makallashgan. Hatto ushaq o'simliklardan tortib. Men seni urib xamir qilib etmaydigan bo'lsam.
Ay. Rastilla tinish xotirjamlik-ku bu.